Juda ko'p keladigan savollardan yana bittasi, aynan hali operatsiya qilishga ulgurmagan ayollar tarafidan keladi bu savol. Nimaga operatsiyadan keyin ham intim gimnastika bilan shug'ullanish kerak? Operatsiya qilgandan keyin hamma muammolardan qutulmaydimi degan savol keladi. Afsuski unaqa emas. Hamma muammodan bittada xalos bo'lish bu mumkin emas. To'g'ri, hamma organlar o'zining joyiga qaytib keladi, lekin toz osti mushaklari qanaqa zaif bo'lgan bo'lsa, o'sha zaifligicha qoladi. Uni mustahkamlanmasa yana eski holiga tushadi. Shuning uchun intim gimnastika bilan shug'ullanish shart. Sizga misol tariqasida hozir bitta misolni keltirmoqchiman, yana ham tushunarli bo'lishi uchun. Mana aytaylik, eski mato, eski prostina, hammani uyida baribir bor shunaqa narsa. O'sha narsani aytaylik, bundoq qildingiz, yirtilib ketdi. Siz uni tikib qo'ydingiz. Tikkaningizdan keyin yana bundoq tortsangiz, yana yirtiladi. Uni siz yana tikasiz. Yana bundoq qilsa, yana yirtiladi, yana tikasiz. Butun prostinani butun boshidan oxirigacha tikkaningiz bilan u prostina baquvvat bo'lib qolmaydi. Faqatgina chandiqlari qoladi xolos. Shuning uchun aynan shunaqa holat yuzaga kelmasligi uchun uni baquvvat qilishimiz kerak to'g'ri mushaklarni. O'shandagina bu holat yana qaytadan takrorlanmaydi.